Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan Oygul? Yaxshi kelyapsan? Yaxshiman, rahmat. Nima uchun uchrashuvga chiqqanimizni o'zing fahmlagan bo'lsang kerak. Bilaman. Xullas, uyingga yuborgan sovchilarimga rozilik bergansan. Demak, menga turmushga chiqishga rozisan. Menga turmushga chiqishga rozimisan deb so'rashga umuman hojat qolmagan bo'lsa kerak-a? Bilar ekansiz. Unda nega uchrashuvga chiqdik? Shu kelajagimiz haqida gaplashamiz. Mayli. Qarang, sizdan bitta narsa so'ramoqchiman. Xo'p, so'ra. Internetingiz ishlayaptimi? Ha, nimaga? Nimaga deysizmi? Falsafadan 80 varaqli mustaqil ish bergan-ku. Voy. Shuni internetdan ko'rib ma'lumot to'plamoqchi edim. Qoyili, biram bilimli qizsanki, hattoki uchrashuvda ham xayoling o'qishda. Ha, yaxshi o'qiydiganlar o'zi shunaqa bo'lishadi. Hamma joyda o'qishni o'ylab yurishadi. Yuring, kafega chiqib dars qilamiz. Oydin, to'g'risini aytsam, hozir kafega kirishga pulim yo'q. Mayli. Kirmasak kirmabmiz-da. Baribir menda ham pul yo'q edi. Qo'rimsoq. Qizlarga konspekt yozdirishga pul topadi. Menga kelganda yo'q. Bo'pti, yuring. Institutimizning kutubxonasiga kirib dars qilamiz. Mayli, yur. Ketdik. Ketdik. Qani, kelaver, mana. Voy. Nima bu ahvol? Bir yig'ishtirib olasan bo'ldi. Xullas, shu yerda yashaymiz. Bu yer institutimizga yaqinmi? Piyoda borsak ham bo'ladi. Keyinchi avtobusga ham pul ishlatmaysan. Mazza. Bu uyni yig'ishtirgunimcha rosa charchasam kerak. Endi nimasini aytasan? Aksiga olib idishlarni yuvish navbati ham meniki edi. Anov garanglar tashab ketibdi. Senga ishonaman, o'zing yuvib qo'yasan, Nima bu ahvol? O'zinglar yuvsanglar bo'lmaydimi shularni? Endi studentchilik. Lekin tashvishlanma, men ham yordam berib turaman. Anov tentaklar hali narsalarni olib chiqib ketmabdi-da, qara mana. Joylarni ham yig'magan. Kim ular? Yana odam bormi uyda? Ha, uyda kursdoshimiz Bilol Davron bilan birga turardim. Ular qayoqqa ketishdi? Boshqa joyga ko'chishdimi? Yo'q, pastki qavatimizga ko'chishdi. Qo'shnimiz ijarachi qidiryapti ekan. Men uylanganimdan keyin xotinim bilan yashayman baribir. Bu nima Nozim aka? Bularmi? Bular kir kiyimlar. Xavotir olma, bular 1-2 kunlik emas. Bir necha oyniki. Hammasini yig'ib qo'ydim. Sen chiroyli qilib yuvib berasan. Mayli-ku-ya. Lekin shuncha paytdan beri nimaga o'zingiz yuvmadingiz? Meni vaqtim bo'lmagan. Men doim fan bilan mashg'ul bo'lganman. Fan bilan emas. Qizlarga gap otish bilan mashg'ul edim desiz, ishongan bo'lardim. Bo'pti, gap sotmasdan uylarni yig'ishtiraylik. Hali qiladigan ishlarimiz juda ko'p. Xo'p. Krasovka? Kirlarning ichida nima qilyapti bu? Voy! Menimcha bu Nozim akani eslaridan chiqib qolgan bo'lsa kerak. Nu, so'rab olgan yaxshi baribir. So'ramasdan erni pulni olish yaxshi emas. Nozim aka, Ha, nima deysan? kirlaringizni yuvayotgandim. Ha, yuv, hammasini yuv. Qara, qolib ketmasin. Cho'ntagingizdan bir nechta qog'ozlar chiqdi. Nima qilay?
Qanaqa qog'oz? Bilmadim. Qanaqadir raqamlari bormi yey? To'ydan oldin Sabiy bilan gaplashardim. U raqamini bir parcha qog'ozga yozib bergandi. O'shani topib oldim ekan. O'sha qog'ozni shimim cho'ntagiga solgandim. Buni qog'ozlardan ham ko'pda. Nozim aka, eshityapsizmi? Bu qog'ozlarni nima qilay? Yoki tashlab yuboraymi? Ha, tashlavor. Hammasi keraksiz. Xo'p, hozir tashlab yuboraman. Xudoga shukr. Xudoga shukr. Hech narsani sezmadim, bilmadim. Pul so'rash shunaqa bo'pti-da. Instagramdagi videolarning foydasi tegdi. Qani boshqalarni ham ko'raychi, balki yana pul chiqib qolar. Nima bu? Nima balo bu? Buni yuvadigan holati ham qolmabdi-ku. Nozim aka. Ha, yana nima bo'ldi? Kirmoshini olib bersiz bo'ladi-ku menga. Qachon yuvib olaman shuncha kirlarni? Obbo, o'zi kelin bo'lganingga 2 oy bo'ldi-ku. Sabr qilib tur olamiz. Bo'pti. Sen hech charchamas ekansan-da, Ha? Bitta zo'r kino topib qo'ydim. Ko'raylik. Hozir darslarimni qilmasam, ertaga sizga o'xshab gap eshitib o'tiraman. Nima qilibdi? Shuncha ish qildik. Ozroq ikkalamiz kino ko'ramiz. Bo'ldi. O'zingiz bemalol ko'ravering, men ko'rmayman. Mayli. Bitta o'zim ko'rar ekanman-da. Hozir. Nozim, O'rtoq, yaxshimisan do'stim? Rahmat, Ishlaring yaxshi. yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Nima gap? Haligi xonada quvvatlagich qolib ketibdi. Shuni olib berib olaysanmi? Oydin, Hov, xonada quvvatlagich bor edi. O'shani olib berib bor. xo'p, hozir. Hozir olib chiqadi. Starsaga uylanish qanaqa ekan? Bo'ladi. Hali yaxshi yomonligini bilib bo'lmaydi. Sessiya o'tsin, o'zim senga aytaman qanaqaligini. Bu ham bir yaxshilikka-da. Omadimiz keldi, o'rtoq. Endi berilgan vazifalarni hammasini Oydindan ko'chiramiz. Ha, Ha? ko'chirishga bersa agar. Ha. Mana, olib chiqdim. Davron, rahmat, yaxshimisan? Mana o'sha. Oydin, qalaysan, yaxshimisan? Rahmat sizlarga. Mayli, yaxshi dam olinglar. Bo'pti. Bo'pti. Menga qara. Yana konspekt qilaman deb turyapman. Ertaga biror bir bahona o'ylab topamiz ikkalamiz uchun. Bugun rosa charchadik, ishlading, kiryuding, ozroq kino ko'raylik. Starsdasan-u, biror bir ilojini qilarsan. Yo'q, iloji yo'q-da. Obbo, yana kim bo'ldi? Nima gap, Davron? Yana bezda qildim. Nima qolib ketibdi yana? Haligi kiyimlarimni yig'ishtirayotgan paytimda paypog'im tushib qolgan ekan. Mabodo o'shani olib berib olmaysizlarmi? Hech qanaqa paypoq ko'rganim yo'q. Menga qara, qanaqa edi paypog'ing? Uyat bo'lsa ham aytaman,
Teshik paypoq edi. Ha, u yirtiq paypoq senikimidi? Men uni tashlab yuboribman, baribir kiyishga yaroqsiz deb. Nima? Axir men uni 20 ming so'mga butikda olgandim. Voy Obbo, tavba. jinnimisan? Nozim, esingdami? Bo'ldi, vahima qilmagin. Bor bitta paypoq olib chiq. O'zim senga yangi paypoq beraman. Qaynanam Sarpamga 10 ta paypoq qilgan. Ber. Ma, teshib chiqsin. Rahmat do'stim. Bo'ldimi? Boshqa narsang qolmadimi? Yo, menimcha hech narsa Yana bezovta qolmadi. qilib tur. Mayli, yaxshidan olinglar. Iltimos, o'sha kinoni ko'raylik. Yo'q. Uxlagan. Nozim aka, men o'qishga ketyapman. Siz qachon borasiz? Men ikkinchi paraga boraman. Yo'qligimni bildirma, xo'pmi? Aytib qo'yay, birinchi para psixologiya. Bilasiz-a, domlani qanaqaligini? Ha, bilaman. Borur, keyin boraman. Xo'p. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Yaxshimiz, rahmat. O'zingiz sog'liqlaringiz yaxshimi? Men yaxshiman. O'g'limni issiq suviga qarayapsizmi, faqat rolton bilan boqyapsizmi? Yo'q, oyijon. Har kuni har xil ovqatlar qilib beryapman. Ovqat ham yeyapmizmi? Ha, unaqa bo'lsa yaxshi. Erkak kishini ko'ngliga oshqozon orqali yuboriladi, bildingizmi? Hech ham xafa qilmang bolamni, xo'pmi? Xo'p bo'ladi oyijon. Aytgancha, bugun sizlarnikiga bormoqchi edim. Kevring oyijon. Butunlay bormoqchiman. Sizlar bilan yashamoqchiman. Kelinimni qo'lidan bir choylar ichib, rohat qilmoqchiman. Xullas, sizlarnikiga boryapman. Qolganini uyda gaplashamiz. Alo. Xo'p, kevring. Ha, nima dedilar? Oyijon bugun kelayotgan ekanlar. Xo'p. Ikkinchi paraga borsiz, oyijonni kutib olarsiz. Men ketdim o'qishga. Shu yana uxla olmaymanmi? Yaxshi keldingizmi oyijon? Rahmat. Charchamadingizmi? Dadam yaxshimilar? Gapirma o'sha dadangni. Tinchlikmi oyi? Nima bo'ldi? Xullas, dadang bilan arazlashib qoldik. Shuning uchun endi sizlar bilan yashayman butunlay. Nimaga arazlashasizlar? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Dadang menga mana o'g'il qizdan qutuldik, to'y qildik. Xudoga ish hammasi baxtli yashayapti. Endi uydagini ham ikkita qilmasam bo'lmaydi, deydi. Xarajat qilishga ikkalasiga ham qurbi yetarmish. Ustimga kundosh olib kelmoqchi. Oyi. Dadam siz bilan hazillashgan bo'lsalar kerak. Yo'q. Niyatlari jiddiy. Ko'z ostiga olib qo'ygani ham bor ekan. Oyi, qo'ysangiz-chi. Rost. Dadam bilan rosa janjallashdim. Ketib qoldim. Boray desam, ota-onam o'tib ketgan. Ota-onamning uyi ham sotilib ketgan. Qayerga borishni bilmasdan to'g'ri senikiga keldim. Siqilmang oyijon. Hali dadajon bilan yarashib ketasiz. Dalda bo'lgan uchun rahmat kelin. Endi bolam, sizlar bemalol ishinglarni, o'qishinglarni qilaveringlar. Uy ishlari, osh-ovqatga o'zim qarayman. Xo'p? Rahmat oyijon. Keliningiz ham qarab turmaydi. Sizni ishlatib qo'ymaydi. To'g'rimi Oydin? Ha, albatta. Rahmat. Qaynonang shu yerda. Yeng-shimarib ishlashga tayyor-tur Oydin. Choyingiz bormi oyijon? Ha, bor.
psixologik travmalarni insonning ong osti ma'lum miqdordagi yomon hissiyotlar bilan to'lib qoladi. Agar siz ana shunday insonlarga ro'para kelib qolsangiz bormi? Bilmasdan turtilib ketsangiz ham, u inson sizni meni ataylab turtordi deb o'ylaydi. Ong ostidagi to'planib yotgan zahrini sizga sochadi. Va hattoki sizni yomon so'zlar bilan haqorat qilishi ham mumkin. Bunday paytlarda bilasan nima qilish kerak? Indamasdan ketish kerak xolos. Hey. Oydin. Domla, konspektlarni tekshirasizmi bugun? Xohlasangiz menikini tekshiring. Daftar qani? Hozir sizlar bilan lirik chekinish qilamiz. Oydin. Ey, men sizlarga qo'shiq aytib beraman. Jim turing, shovqinlanmang, uyqu ichida ulpari. Timati tur, yol. Shokirova. Labay domla. Nimaga darsda uxlab o'tiribsiz? Uxlaganim yo'q. Yoki tunda oila psixologiyasidan dars tayyorlab chiqdingizmi? Yo Nozimjonni daftariga konspekt qilib berdingizmi? Yo, men o'zim konspekt qilaman-ku. Ha, bilamiz sizni qanaqa konspekt qilishingizni. Uzr ustoz, boshqa qaytarilmaydi. Mayli. Bir safar kechiraman. Bir safar. Rahmat ustoz. Tushunaman. Yangi kelinsiz. O'qishdan tashqarida uy ishlari bor, ha? Qaynota, qaynona degandek, ha? Mayli. Starsaga hamma narsa mumkin. Chalg'imaymiz o'rtoqlar. Davom etamiz. Xullas, psixologiya bu, bilasizlarmi? Kelin, Labay oyijon. chaqqon ishlay xo'pmi? Ko'rganlar Malika opani kelinini oyog'idan uch chaqnar ekan deb maqtasin. Men o'shada semirib yurmaymanmi? Bo'ling chaqqon. Xo'p oyijon. Ho, Nozim aka. Oydin, nima qilyapsan, jonim? Ish qilayotgandim. Ha, yaxshi. Ko'chaga chiqib, sen bilan gaplashmasam, uyda oyim borliklari uchun gapira olmayapman-da. Shuni aytmoqchimidingiz? Menga aytadigan boshqa gapingiz yo'qmi? Oyim yoningda yo'qmi-la? Yo'la. O'zimmi o'qimishli ayolim, o'zimmi mehribonim. Seni yaxshi ko'raman. Men ham yaxshi ko'raman. Shirinim o'zimmi? Keyinchi? Navotim, qandim. Voy. Shirin so'zlar eshitish naqadar yoqimli-ya. Unaqada quyoncham, mushukcham, yana qanaqa hayvonlar bor edi? Sen ham nimadir desingchi? Senga shuncha shirin so'zlar aytdim. Sultonim o'zimmi? Hayotim. Yanachi? Qo'chqorim meni. O, qo'chqor. Hey kelin, bo'pti. kim bilan gaplashyapsiz? O'g'lingiz bilan gaplashayotgandim. O'g'limni qo'chqorim dedingizmi? Nega meni o'g'limni hayvonga o'xshatasiz, ha? Meni toychog'im sizga hayvon emas. Xo'p, oyijon. Ikkinchi meni toychog'imni hayvonga o'xshatganingizni ko'rmay. Tushundingizmi? Hayvon emas, meni toychog'im. Xo'p, oyijon. Nima dedi? Toychog'im dedimi? Toychog'mish. Qo'chqor? Toychoq.
Voy, o'zimmi professor kelinimda aylanay. Keling oyijon. Nimalar yozyapsiz? Dars qilyapsizmi? Ha, ustozlarimiz bergan vazifalarni bajarayotgandim. Ustozni topshiriqlarini bajaryapsiz. Lekin men topshiriqlarimcha bittasi ham qilinmagan. Shunda turibdi. Bu vazifalar sal shoshilinchroq edi-da, oyijon. Har qanday sharoitda ham oila birinchi o'rinda turish kerak. Tushundingizmi? Oyijon, men institutda guruh sardoriman. Ana! Guruh sardori ekansiz. Hamma narsa o'zingiz qo'lingizda. Domlajon ustoz, iltimos 5 qo'yib bering desangiz, 5 qo'yib beradi. Tamom. Ha? Nega menga uni qarayapsiz? Uy ishlarini eplasangiz, o'qishda o'qing. Eplolmasangiz, o'zim sizni Qozontovo institutida o'qitaman. Hammasiga ulgurishga harakat qilaman, oyijon. Bir narsa aytaymi? Meni Qozontovo institutimda o'qish tekin. Kontraga ham to'lamaysiz. Grantda o'qiysiz, grantda. Lekin stipendiyadan umid qilmang. Har zamonda bo'lishi mumkin. Nafaqam chiqqanda. Oyijon, avval o'qishimni bitirib olay. Sizni institutingizga o'qishga kirish uchun albatta abituriyent bo'laman. Aytib qo'y. Meni institutimga imtihondan o'tish qiyin. Hech qanaqa tanish bilish ham o'tmaydi. Uddalasam kerak. Ko'ramiz. Xo'p. Ha, Oydan, kelinlik qalay ekan? Ayniqsa kursdoshingga turmushga chiqsang. Menga qolsa o'qishni bitirib keyin turmushga chiqardim. Nimaga unaqa deyapsan? Yotoqxonamizni juda ham sog'indim. Navbatma-navbat ovqat qilishlar, idish yuvishlar. Oyog'imizni uzatib olib, kitob o'qishlarimizni juda ham sog'indim. Ha, ham o'qish, ham kelinlik vazifalar qiyin bo'lsa kerak-a? Ha, nimasini aytasan? Uni ustiga uyimizga qaynonam, qaynotamni arazlab kelib olganlar. Umuman tinim yo'q. Ish buyurgan. Qaynona qarab tursa, umuman tina olmas ekansan. Shunaqa degin. Bo'lmasa men ham o'qishim bitirib, keyin turmushga chiqaman. Qiynalaman bo'lmasa. To'g'ri qilasan. Yoshligimda oyim aytganlarini qilmasam, vaqtida uxlamasam, seni yalmog'izga berib yuboraman deb qo'rqitardilar. Ulg'aydim, o'qishga kirdim. Meni turmushga berdi. Endi bilsam, oyim meni rostdan ham yalmog'izga berib yuborgan ekan. Oydim, menimcha qaynonang tilla. Nimalar deyapsan? Ular aniq yalmog'iz. Yaxshimisiz? Voy. Nozim aka, siz nima deganlarimni eshitdingizmi? Ha, hammasini eshitdim. Nimaga eshitasiz? Qulog'ingizni yopib tursangiz bo'ladi-ku. Yangi kelin bo'lib turib, meni oyim yoqtirmayapsanmi? Oyim senga hali yalmoz bo'lib qoldilarmi? Men unaqa demoqchi emasdim. Sen bilan uyda gaplashamiz. Oldimga tush. Mayli, Oydan. Yaxshi boringlar. Yalmog'izmish. Men bilmay gapirib bordim. Bo'ldi, jim. Xafa bo'lmang. Ol qo'lingni. Kechiring dedim-ku, bo'ldi endi. Qo'yib yubor dedim. Oldimga tush. O'zingiz bilasiz. Hali bir oy bo'lmasdan oyim og'irligi tushdimi senga? Yo'q, unaqa emas. Men seni bilimli, o'qimishli qiz deb yurardim. Qizlarning o'zini gapi bo'ladi. Siz nima gapimizni eshitib turdingiz? Gap tinglash yaxshi odat emas. Yo'q-e? Seningcha uydagi gapni ko'chaga olib chiqish yaxshi odatda, ha? Men uydagi gapni ko'chaga olib chiqqanim yo'q.
oyim bilan dadam urushib qolishganini men aytdim-a chiqib. Og'zimdan chiqib ketibdi-da. Bilmasdan aytib qo'yibman. Menga boshqa umuman gapirib o'tirma. Sendan qattiq xafa bo'ldim. Sizga gapiraman deb ko'zim uchib turgani yo'q. Kecha siz ham institutdagi anu Marjonga qaraganingizda shunaqangi ranjigandim. Lekin men sizga indamadim-ku, yuzingizga solmadim. Endi ko'z bo'lgandan keyin odam qaraydi, ko'radi. Umuman boshqa narsa. Meni qanchalik xafa qilganingizni bilmaysiz-da. Sen ham bilmaysan. Bori. Kelin, o'qish ustikashi bilan qizillab uyga keling, xo'pmi? Tinchlikmi oyijon? Tinchlik. Siz bilan bir do'kon aylanamiz. Oyi, bunga do'konda nima bor? Undan ko'ra uy ishlarini qilsin. O'g'lingizga choyxonada nima bor? Undan ko'ra o'qisin. Doim sessiyadan yiqilib yuradi. Oyi, duo qiling, Davron chaqirishim kerak. Oydin bilan birga ketmaysizlarmi? Yo'q. Meni ham Guli dugonam kutib turibdi. Oyi, keliningizga aytib qo'ying. Dugonasi bilan g'iybatlashib o'tirmasdan uyga kelib uy ishlarini qilsin. Oyjon, endi o'g'lingiz uylangan. Begona qizlarga qarash zinoligini tushuntirib qo'ying, iltimos. O'chir. Voy tavba. Nima bo'ldi sizlarga? Chap tomoningiz bilan turdinglarmi? Bilmadim oyi, duo qiling. Ha, olib ketmaysan buni? O'zim ketaman. Mendan oldin ketsangiz-ham baribir mendan keyin borasiz. Oyi, duo qiling, o'chirib olsing. Ilohim amin. Ilohim bir-biringizga mehribon bo'linglar. Qo'shganing bilan qo'sha qaranglar. Oy borib omon kelinglar. Amin. Allohu akbar. Hey, bitta gapdan qolsangiz hech narsa qilmaydi. Xo'p. Bugun sizlarga qaynona kelin va uyda o'g'il roli haqida gaplashamiz. Haligi ustoz uylanayotganda qizlarni qaysi jihatlarga ko'proq e'tiborli bo'lish kerak, shu haqida ham gapirasizmi? Albatta. Ustoz, g'iybatchi kelinlar haqida ham gapirib bering. Gapiramiz. Ustoz, O, yigitlarni qizlar bilan gaplashganmi, yo'qmi? Shuni birinchi uchrashuvda bilsa bo'ladimi? Shu haqida ham gapirib bering. albatta bo'ladi. Hozir hamma savollarga birin-ketin javob beramiz. Xiyonatning yomonligi haqida ham aytib o'ting. Xo'p. Boshqa savollar bo'lmasa, darsni boshlaymiz. Guruhimizda turmush qurganlar bor. Keling, ulardan er-xotin qanday bo'lish kerakligi haqida bilib olamiz. Nozim. Oydin. Qani, do'stiga marhamat. Turinglar. Qani. Endi Oydin, siz oilada erkak kishi qanday bo'lish to'g'risida, Nozim esa oilada ayol kishi qanday bo'lishligi to'g'risida galma-gal fikr bildirasizlar. Oydindan boshlaymiz. Marhamat. Erkak kishi avvalo bir so'zli mard bo'lish kerak. Ayol kishi muloyim va sabrli bo'lishi kerak. Domla? Erkak kishi ayolini oila a'zolarining yonida hurmat qilish kerak. Ayol kishi esa g'iybatga berilib, uydagi gaplarni ko'chaga tashimasligi kerak. Erkak kishi uylangandan keyin faqat oilasini deb yashash kerak. Ko'chadagi har xil qizlarga qaramasdan. G'unajin ko'zini suzmasa, buqa ipini uzmaydi. Shunaqami? Shunaqa.
O'zicha erkaklarda yurak mingta bo'ladi. Ularni faqat ishlatib pulini sog'ish kerak. Ey. Ko'ryapsizlarmi bolalar? Ayollar xavfli shaxs. Ulardan ehtiyot bo'lish kerak. Erkaklar orzu qiladi. Ayollar ro'yxat tuzadi. Ayollarning ro'yxati bu erkaklar sabrini sinash xolos. Sabrni tagi sariq oltin. Erkaklar buni bilmaydi xolos. Erkaklarning kuchi bo'lsa ham ayollardek aqlli bo'la olmaydi. Ey, agar sen mana shu burningni Ha? Hey. Nima? Gapiring. Ya. Bas qilinglar, ey. Shuncha narsani bilar ekansizlar. Qani, joyiga o'tiringlar. sen bilan uyda gaplashamiz. Hey. Gaplashamiz. Ayol kishini burni bo'lmasamish-a? Xiyonat deganda O'zi dadasidan arazlab bekor qildimmi deymanda. Bu yoqqa kelib bolalarim ham halovatini buzdim. Ularni urushib qolishiga men sabab. Biz yosh kattalar salbiy o'rnak bo'ldik. Shu yoshda arazlarga lalo bormidi menga. Kelganimga bir haftadan oshdi. Yo, biron marta qo'ng'iroq qilib xabar olmadi-ya. Yoki o'zim qilsammikan? Yo'q, qilmayman. Ular baribir qilmaylar. Alo, adajonisi? Assalomu alaykum. Suyuq ovqatchi miltillatib qaynatsa shirin bo'ladi. Mazasi chiqadi. Xo'p, baladoyjon. Oyijonim. Ha, O'labey. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, yaxshi keldingmi? Nima ovqat? Ha, yaxshi. Mastava qildik. Senga yoqadigan qilib. O'yiz qildingizmi? Voy, Ey, bu nima qilganing? Qozoni boshida befarosat. ovqatdan ko'nglingiz aynayaptimi? Yo'q, o'g'lingizni hididan. Nima? Qanaqa hid oyi? Mendan yomon hid kelyaptimi? Yo'q, ha, voy. Oyjon, iltimos. O'g'lingizga yeting chiqib ketsin, ko'nglim aynayapti. Bor, chiq, bor. Ey oyi, bu ataylab qilyapti. Bu nima qilganingga? Hay. Oyi, bu o'z asabim buzyapti. Yo, shoshma. Ba'zi kelinlar homilador bo'lganda eridan ko'ngli qoladi. Yo'q, men ota bo'lamanmi? Ha? Agar kelin bilan oralaringda olabushi o'tgan bo'lsa, yarashib olgin. Hop. Baraqa. Xo'p. Voy. Hozir xonaga kirib kelgan inson men uchun juda ham qadrli. U ko'zlarimning quvonchi, jismimning ajralmas qismidir. Uni ismini eshitgan zamon yuragim duk deb uradi. Uni yonida o'zimni juda ham erkin his qilaman. Usiz menga hayotning qizig'i yo'q. U men uchun misli farishta. Qo'llaridan ushlasam, ko'nglim taskin topadi. Ushbu gullarni unga atab sotib oldim. Va men uni juda ham yaxshi ko'raman. Va men bu guldastani qilgan beboshliklarimdan xafa bo'lmay, meni doim kechirgan onajonimga beraman. Onajonim, mana bu gul sizga. Rahmat bolam.
kutmagandim. Iloyim, o'qishlarni bitirib yaxshi joylarda ishlaylar. Aytganingiz kelsin. Xalqqa manfaati tegadigan farzand bo'linglar. Ilohim. Bu sizga bo'lgan muhabbatim bilan yuragim. Suvga solib qo'ya. Xo'p. Oyizlarni shunchalik yaxshi ko'rar ekansiz-da. Albatta yaxshi ko'raman. Yaxshiyam onamni ko'rib qoldim. Bo'lmasam seni ham, meni ham onamni ko'rsatardilar. Xo'p, yarashdikmi? Yarashdik. Meni ko'rganingda ko'ngling aynimayaptimi? Bolamiz yaxshimi? Sal-pal aynayapti-yu, lekin chidasa bo'ladi. Qalay? Yomonmas. O'zim fantaziyam. Shahzod, Hozir. Yur. Chaqirdingizmi, oyijon? ha, o'tiringlar. Nima gap, oyi? Tinchlikmi yo gul yoqmadimi? Yo'q, yoqdi. Lekin sizlarga aytadigan bir yangiligim bor. Xo'p, eshitaylikchi. Aslida oldinroq aytishim kerak edi, lekin xayolimdan chiqibdi-da. Ayta qoling, oyijon. O'g'lim, Ha. qizim, men dadangiz bilan yarashdim. Zo'r, oyijon. Mana buni yangilik desa bo'ladi. Boshqa xotin omad bilan ish qilib, Yo'q, uydagina ikkita qilaman deb mashinani aytgan ekanlar. Ha. Yangi mashina olibdilar. Bittasini senga bermoqchilar. O, yo'q-e, mengami? Dadam aytmagandilar-ku buni. Surpriz qilmoqchidirlar-da. Balki nabiramizga sovg'a qilmoqchidirlar. buncha zo'r, oyijon. Nabiramizga. Sizga emas. Juda ham xursand bo'ldim, oyi. Men ham xursand bo'lib ketdim. Oyijon, men o'qishga ketyapman. Menga qarab oling. Endi o'qishingizdan to'g'ri ta'tilga chiqsangiz ham bo'ladi. Oyijon, hali oldinda sessiya ham turibdi-ku. 5 ga yopishim kerak. Undan keyin o'qishda to'g'ri ta'til degan narsa yo'q. Akademik ta'til bor. Ana? Nima bo'lsa ham ta'til bor ekan-ku. Oling o'sha ta'tilni. Qoningizni qabaytirib, o'qishda balobami ko'chada sandiralab yurib. Oyijon, akademik ta'til olsam, o'qishni bitirishim kechikib ketadi. Undan keyin bu qappaygan qorin bilan idish yuv, kir yuv, supursidir. Ovqat qilishga hech ham balo yo'q-da. O'qishga borish, ko'chada yurishga balo bor. Shunaqami, oyijon? Voy. Homiladorman deb rosa erkalanib ketibsiz-a? Bitta gapirsa 90 tanizni qo'ndirasiz. Hozir erkalanib oling, oyijon. Keyin bolaga qara, katta qil. Erkalanishga ham vaqt bo'lmaydi. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Yaxshi o'tiring, oyijon. Yaxshi borib keling. Rahmat. Tavba. Hozirgi kelinlarga bir og'iz ham gapirib bo'lmaydi. Savollarga to'g'ri va aniq javob yozinglar. Vaqt tugagandan keyin qabul qilish yo'q. Meni bilasizlar-a? Bilamiz, ustoz. Shuning uchun berilgan vaqt oralig'ida yozib topshirishga harakat qilinglar. Bo'lmasam vaqt ketdi. Qo'shimcha ruchkam bormi? Yo'q, ruchkam. Qara, menga ham yozib berasan-a? O'zingiz yozing. O'zim zo'rg'a yozyapman. Meni ruchkam yo'q. Bir oylik stipendiyam beraman, xo'p? Kelishdingmi?
Bo'pti. Ulgursam yozib beraman, xo'p? Ha. Vuy. Ishonaman, uddalaysan bo'la qol. Ha? Nozim aka, Tinchlikmi? mazam bo'lmayapti. Nega? Menimcha boshlandi. Nima boshlandi? Dardim boshlandi. Bahona qilma. Menikini yozishing kerak. Bahona qilyapsan lekin. Ay, qornim qattiq og'riyapti. Men siznikini yoza olmayman. Unaqada tez tug'ruqxonaga borish kerak. Rostdan hazillashmayapsanmi yoki tez yordamga qo'ng'iroq qilaymi? Lekin men imtihonni topshirib, keyin tug'aman. Sizni bilmadim. Voy, Domla? Jimlik. Domla boshlanibdi. Boshlanganini bilaman. Hozir boshlamasangiz, yarim soatdan keyin tugab qoladi. Harakatingizni qiling. Domla dardi boshlandi. Nima qilib o'tiribsiz? Nima qilib bola? Nozimboy, tezroq tug'ruqxonaga olib borish kerak. Men qilyapman. Nima qilib o'tiribsiz? Olib boring tug'ruqxonaga. Yur. Tur tezroq. Yur. Yo'q, oxirgacha yozib olay, domla. Qo'ying shu imtihonni, Oydinxon. Keyin topshirasiz, borib tug'ishingiz kerak hozir. Voy, men sizga 5 qo'yib beraman, turing. Qo'yaman dedilar. Tur, ketdik, yur. Qani tur. Nozim akamchi. Mayli, Nozim akangizga 5 qo'yib beraman. Rahmat domla. Tur. Boring. qo'y Qani? endi. Qani, sekin. Yura qo'y, Ehtiyot bo'ling. Yur. Rahmat domla. Bora qolinglar. Qani? Ehtiyot. Ishqilib. O'g'il bo'lsin de. Ustoz bizga ham 5 qo'yib bering. Chalg'imimiz? Davom etamiz. Bolaga qarash buncha qiyin bo'lmasa, O'rganib kelishing kerak edi. men qayerdan o'rganaman? Oldin xuddi bola qarab yurganday gapirasiz-a? Bo'pti, jim. Uyg'onib ketadi hozir. Qara. Shokolatimga shokolad beraman. Qani? Bor, qara, hozir uyg'onib ketadi. Hozir. Oppa. Salom Oydin. Voy, keling. Salom. Chaqaloqni ko'rgani keldik. Ha, Rahmat. Sekin kiringlar. xo'p, tushundim. Kiringlar. Salom Kurstosh. Qolinglar. Yaxshimisizlar? Xush Rahmat, kelibsizlar. yaxshi o'tiribsizlarmi? O'rtoq, yaxshimisan? Qalay, yaxshi o'tiribsizlarmi? Yo'y, sekinroq, biz yaxshimiz. Pastroq gapirishni ham iloji bor-ku. Oydan yaxshimisan? Bolaga qarab qiynalmayapsanmi? Rahmat, Men qiynalmayapman. qiynaladi. Faqat men qarayapman-ku bolaga. Sizlarga bitta yangiligimiz bor. Qanaqa yangilik? Sizlarga havas qilib, Biz ham turmush qurmoqchimiz. Kuygan bitta men bo'lmayman. Kuygan bitta men bo'lmayman. Baxtli bo'linglar. Tabriklayman. Rahmat. Voy. Obbo, mana seni deb bo'ldi shu. Zo'r uxlatuvdik boya. Bor qara. ana endi bolani ko'ramiz. Ha? Ha, sizlar bolani ko'rasizlar, biz enamizni ko'ramiz. Bolam. Bolam.